Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi obyektimizga keldik. Stabilizator напряжения. Ya'ni kuchlanishni muqobillashtiruvchi moslamamizni o'rnatish uchun keldik. Ushbu stabilizator напряжениямиz, ya'ni kuchlanishni barqarorlovchi uskunamiz 15 kvalik 80 voltdan 260 volt o'rtalig'idagi kuchlanishni, ya'ni kirish kuchlanishini 220 qilib rostlab barqarorlashtirib beradi. Mana stabilizator напряжения kuchlanishni barqarorlovchi uskunamizni o'rnatib bo'ldik. Mana ishga qo'shdik. Mana ishga qo'shish jarayoni. Agar siz yuklamani stabilizator orqali o'tkazmoqchi bo'lsangiz, buni qo'shasiz. Keladigan kuchlanish to'g'ridan to'g'ri o'tkazmoqchi bo'lsangiz, buni qo'shasiz. Mana rozetkamizdagi kuchlanishimizni ko'ramiz xonadonimizdagi. Mana kuchlanishimiz 220. Barobar 220. Videomiz yoqqan bo'lsa, Elektrotexnika.uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatib qolishda davom eting.